Assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Bir muammo bilan kelgandim. Qo'limizdan kelsa bajonadir. Shu testosteronim pasayib ketyapti, quvvat past o'tyapti. Jinsiy hayot qalay aka? Jinsiy hayot, shu harakatlar ko'p, uyquda halovat yo'q. Yeyishda ham bir tuzukroq yeyish yo'q. Har bittasida bir xatoliklarim ko'p. Demak, jinsiy zaiflik paydo bo'ldi. Siz ham xuddi shunday xatoliklar qilasiz. Unday bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring va sizga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Jinsiy zaiflik uchun sabab bo'ladigan 5 ta omil. Birinchisi noto'g'ri ovqatlanish, ikkinchisi jismoniy harakatning kamligi, uchinchisi uyqu kamligi, ya'ni 8 soatli uyqu bo'lmasligi, to'rtinchisi noto'g'ri ovqatlanish va beshinchisi doimiy stress yoki charchoq. Doktor, endi bunga nima deb maslahat bera olasiz? Birinchi o'rinda stressdan uzoq bo'ling. Ikkinchi o'rinda 8 soat to'yib uxlang. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, testosteronda uyquga nima ta'siri bor, lekin organizm tiklanishi uchun uyqu o'ta zarur. Uchinchisi ovqatlanish ratsionini to'g'rilang va iste'mol qilayotgan mahsulotlaringizga e'tibor bering. To'rtinchisi piyoda yuring yoki jismoniy mashq bilan shug'ullaning. Beshinchisi hayotingizga biologik faol qo'shimchalarni kirgizishga odatlaning, chunki siz yeyotgan ratsionda qaysidir moddalar yetishmasligi oqibatida yoki bo'lmasam biologik qo'shimchalar ushbu ratsionni to'ldirish oqibatida ham albatta insonda testosteron va testosteron sintezi yaxshi bo'ladi. Doktor, kattakon rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang.